qavatlari ko'p qatlama yoki piyozli non tayyorlash uchun 100 qavat xamir bo'lishi shart emas. Bu usulda duxovkada pishirsangiz piyozli non, tovada qovursangiz qatlama bo'ladi. Avvalo oddiygina osh xamir qorishdan ishni boshlaymiz. Xamirni 15 daqiqa tindirasiz. Bizga kerak bo'ladigan tabiiy, foydali bo'lgan ekoproduktdan GX yog'i bo'ladi. Piyozni qovurib, ko'kat va tuzga boyitamiz. Aynan shu holatda gazni o'chirasiz. Xamirni o'rida bitim ushlab qo'ysangiz, shunaqangi tiniq xamir bo'ladi. Xamirni yupqa yoyib, tana uchun foydali bo'lgan eritilgan GX yog'ini surtib olasiz. Piyoz va ko'katlarni xamir ustiga yoyib, o'qlovga o'rab olamiz. Xuddi videodagidek takrorlang. Ishonavering, bu siz qilganlaringiz ichida eng oson. Hattoki bu usulda muzxonaga qo'yib muzlatsangiz, ibodatingiz uchun Ramazon oyida kuch-quvvat bo'ladi. Ana endi sizga sifatli bo'lgan ishlatgan mahsulotlarimdan ekoproduktning uy tuxumlarini tavsiya qilaman. Pasta profillarini qoldiraman. Halol va pokiza mahsulotlarni bemalol xarid qilishingiz mumkin.